insonlarni shaxsiy brendi qanchalik rivojlansa, shunchalik darajada o'sha insonga ishonch paydo bo'ladi. Mana shu shaxsiy brendingizni rivojlantirish uchun Mirali Ramazonov taklif qilamiz. O'zingizni shaxs sifatida kasbingiz bilan tanilishni va bu sohada yaxshigina, mo'maygina daromad qilishni istasangiz va bilmasangiz, men sizga shaxsan o'zim aynan meni faoliyatimdagi sotuv mutaxassisim, sotuv bo'yicha menejer, marketolog, biznes trener bo'lgan Mirali Ramazonovning sotuv bo'yicha maxsus kurslari boshlanishini sizga e'lon qilishdan xursandman. Ishoning, bu ad dushi tavsiya, hech qanaqa reklama emas. Rivojlantirishda men o'ylayman, aniq formula bo'ladi deb o'ylayman. Chunki ishchilar olishda ham siz bilmaysiz qanaqa ishchilar olishini. Men juda ko'p kuyganman ishchilardan. Nimasidir yoqmaydi, bo'ldi, ishingiz nolga aylanadi. Siz buni yashab bermasligingiz uchun Mirali Ramazonov o'zini hayotida yashab berdi. Kerak bo'lsa qaysi joyda o'zi sotuvchi bo'ldi, qaysidir joyda o'zi videochi bo'ldi, qaysidir joyda o'zi montajchi bo'ldi, qaysidir bir joyda o'zi yordamchi bo'ldi, qaysidir bir joyda o'zi psixolog ham bo'ldi. Har bitta kasbga o'zi kirib chiqishiga to'g'ri keldi. Demak, bundan kelib chiqadiki, sizda aniq shablon bo'ladi bu darsda. Siz hech qanaqangi ziyonsiz o'zingizni har tomonlama rivojlantirishingiz mumkin. Mirali Ramazonovdan marketing bo'yicha darslar olishni boshladim va o'sha mahal ichida meni daromadim 0 da edi. 0 dan men 1 oy ichida ham o'zimning shaxsiy brendimni yaratib, 1 oy ichida hamda $2000 chiqa oldim. Bugungi kunda esa bu 3 oy ichida esa daromadim $3000 ga yaqin. Mirali Ramazonovga o'zimning chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Bu bolada o'qinglar, kam bo'lmaysizlar. Chunki bir insonni 0 dan bir katta daromadga olib chiqa olish yoki bo'lmasam shaxsiy brendini qurdira olishlik bu juda katta jarayon. Men uchun ko'ngildan tavsiya qilaman.